Kechikkanlar zapisdan ko'radi. Bo'ldi, boshlavering. Assalomu alaykum azizlar, chatimiz qatnashchilari, ustozlar, iste'molchilar, yangi kirganlar, yangi kelgan mehmonlarimiz. Bugun bizni ajoyib mehmonimiz, masalan, o'sha kasallik bo'yicha biz diagnozlar aytishni xohlamaymiz. O'zlarida o'sha og'iz qurish, chanqashlar, boringki o'sha oshqozon osti bezlaridagi muammolar, o'sha peshobga tez-tez chiqish holatlari kuzatilgan. Juda ham kuchli charchoqlar, o'sha oyoq qo'llarda karaxtlik bo'ladi. Mana shunday bosh aylanishlar, hattoki boringki ovqat yegandan keyin noxush holatlar sezilgan paytida juda ham bizni mehmonimiz ajoyib samimiy inson. Bu shikoyatlari bo'yicha o'zlarida yechimini topgan ajoyib insonimiz Toshkentdan bo'ladilar. Bu mehmonimizni agar bu masalada yechimlarni topib o'sha Coral Club kompaniyasini mahsulotlarini to'g'ri ovqatlanish, o'sha boringki sog'lom turmush tarzini qanday olib borganliklari, hozirgi kunda qanday qilib bu bemorlarga mana shu shikoyatlari bilan kelib o'zlarini dardini aytib berganda qanday javob yechimini topib berayotgan insonimiz bizni mehribon onajonimiz, mehribon buvijonimiz, sevimli rafiqa, nevaralarni sevimli buvijonisi va ustozimiz bo'lgan Toshkent shahridan sevimli va juda ham ajoyib samimiy inson Zulfiya Axtamovna Karimovaga so'z navbatini beramiz. Ruchka va daftarlaringizni tayyorlab, chiroyli qilib quloq solishlaringizni talab qilaman. Iltimos qilaman, mikrofon va kameralaringizni o'chirib, qachonki savollar berishingiz mumkin degan tarzimizda shunda savol berishlaringiz mumkin va bu savollaringizga Zulfiya Axtamovna juda ham chiroyli qilib sizlarga javob beradilar. Marhamat Zulfiya opajon, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Sog' salomatmisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Aziz, bugun mani dardimni, mani darslarimni eshitishga kelgan mehmonlar. Albatta, hammanglarni ko'rib turishdan juda xursandman. Undan-da ziyoda o'zimni tajribamni sizlarga yetkazish, natijamni, sabablarini sizlarga yetkazish, tushuntirish men uchun bu judayam muhim. Chunki bugungi kunda men aynan shu salomatlik, odamlarga salomatligini nimaligini tushuntirib, nimaga bog'liqligini tushuntirib, qanday yechim topish mumkin, mana shu mavzuda men bugun faoliyat yurg'izaman. Hozir men bilishimcha juda ham ko'p aynan sahrli diabet mavzusida savollar paydo bo'lyapti. Nima deyishim mumkin? Bu hozir Shahlo G'affarova juda ham chiroyli qilib hamma narsani gapirib berdilar. Rahmat. Menga ham juda chiroyli qilib ta'rifladingiz. Rahmat bunga kattakon. Endi to'g'ri hamma gap 60 yoshga qadam qo'yganimda, bu 19-yil edi, menda sahrli diabet degan diagnoz qo'yildi. Bu aniq. Undan avval juda ham katta vazn olishni boshlaganman. Vazn olishni boshlaganimga 1-2 yil bo'lgan o'sha paytda. Bilasizmi, ayniqsa ayol kishi yosh katta bo'lgan sari, shu ayollik sikllari to'xtagan sari u o'zini vaznni idora qilish juda qiyin bo'ladi. Chunki tabiat shunaqa yaratganki, ayol organizmida estrogen gormon har doim bor bo'lishi kerak. Bu sikl so'nganda estrogenni ayollar tuxumdonlari ishlab chiqarmaydi. Lekin organizmga bu juda ham zarur bo'lganligi uchun tabiat bizni saqlab, aynan ayollarni vazni, ya'ni
yog' qatlami qorin atrofida, son atrofida bo'ladigan, bel atrofida bo'ladigan aynan shu yog' qatlamida estrogen saqlanadi. O'shaning uchun bu vaqtda siz vazn tashlamoqchi bo'lsangiz, yoshligingizda tashlagan muolajalar, yoshligingizda qilgan harakatlaringizdan ko'proq harakat, ko'proq tushuncha kerak bo'ladi. Bu vaqtda siz tabiatga qarshi harakat qilayotgan bo'lasiz. O'shaning uchun juda muhim, aynan shu yoshga, kattaroq yoshga odam to'g'ri o'zini tushungan holda, sog'lig'ini iloji boricha saqlagan holda, resurslarini saqlagan holda yetib kelish. Menda sahrli diabetga sababchi bo'lgan qattiq stress bo'ldi. Chunki men o'zimni tanibmanki, salomatlik borasida, salomatlik mavzusida ish yuritganman, faoliyat yuritganman va o'zimni sog'lig'imga e'tibor har doim berganman. Nima bilasizlarmi, qattiq hayajon, qattiq stress, bir nimasidan tashvish qilish, bu har qanday siz o'zingizni ushlab turganingizda ham, ayniqsa bu stress ichingizda bo'lsa, birovlarga yetkaza olmasangiz, siz bu stressni to'g'ri bu stressdan to'g'ri chiqishi yo'lini topa olmaganingizda, albatta bu umuman organizmga juda ham qattiq zarar yetkazadi. Qaysi joyingiz o'sha paytda eng nozik bo'lsa, o'sha joyingizga borib uradi. Voy aytganimdek, bu stressdan avval men asta sekin vazn ola boshladim. Bu vaznga qarshi har xil muolajalar qilgan taqdirimda ham juda ham qiyin qaytardi. Ozgina to'xtatdimmi, yana vazn joyiga kela boshladi. Ya'ni menda o'sha paytda demak insulin rezistentность degan narsa boshlangan. Insulin rezistentность bu oshqozon osti bezi aynan shu insulinni juda ko'p ishlab chiqara boshlagan. Ya'ni yeb, men juda yaxshi ko'rardim morojnilarni. Kechalari uyqu kelmasdan kech yotardim. Bilasiz, sirkadniy ritm vaqtida yotmasangiz, bu paytda gormon almashuvi ham o'zgaradi. Ya'ni kechki paytda bizni ichimizda bel ustidagi bezlar ishlab chiqaradigan gormon past bo'lishi kerak, kortizol. U pasayadi va biz soat 10 dan 12 gacha uxlashimiz shart. Shu uxlagan paytimizda bizni tiklaydigan somatotropin degan gormon ishlab chiqaradi. Aynan siz shu paytda uxlamasangiz, kortizol yana ko'tariladi. Yana ko'tarilgandan keyin u qorningizni ochiradi. Qorningizni ochirgandan keyin kechasi o'tirganda nima yeysiz? Ovqat yemaysiz albatta. Bir qanaqadir shirinliklar, konfetlar, bir nimalar yeb o'tirasiz. Hamda sizda tiklanish gormoni yo'q bo'ladi, organizmga juda ham katta zarar yetadi. Ya'ni menga sahrli diabet kelishiga ko'p moyillik qo'yganman o'zim o'sha paytda. Sog'liq bilan shug'ullangan nutritsiolog bo'lishimga qaramasdan, men o'zimga o'sha paytda diabet diagnozini ishlab olganman. Lekin 19-yili juda og'ir ahvolda, ko'zlarim ko'rmay qoldi. Yozuv chizuvlarni ko'rmay qoldim. Kompyuterga, telefonga qara olmaydigan bo'lib qoldim. Juda ham vazn katta, tizzalarimda artrozlar boshlangan, zinadan ko'tarilib tushishim juda qiyin, bosh og'riqlari bilan uyg'onaman, davleniya ko'tariladi, yurak bezovta qila boshladi, juda asabiy bo'lib qolganman, yarimta gap kamlik, bitta gap ortiqcha shunaqa bo'lib qolganman. Bu albatta kasallikni asoratligini u paytda aqlim yetmagan, chunki stress holatda bo'lganman. Ko'zim ko'rmay qolganligi uchun, ko'r bo'lishdan qo'rqqanimdan ko'z tekshirishga borganimda okulisti ko'rib menga katarakta qo'ydi, glaukoma boshlanayotganini qo'ydi. Siz albatta sahrga tekshiring o'zingizni deganda, men avvaliga hech ham rozi bo'lmadim, chunki naslimda, zotimda diabet degan umuman
qandaydir mana shunaqa yomon kasalliklar yo'q, shuning uchun bo'lishi mumkin emas. Ya'ni shu paytgacha men amin bo'lganmanki, ikkinchi tipdagi diabet, umuman diabet naslda yo'q bo'lsa, u hech qachon sizda bo'lmaydi. Aksi ekan, har qanday odamda ikkinchi tipdagi diabet bu biz ishlab olgan diabetimiz. Noto'g'ri hayot tarzi bilan, noto'g'ri ovqatlanishimiz bilan biz o'zimizga buni orttirib olgan kasallik bo'lar ekan. Xuddi shunda topshirganimda menda 16,5 chiqdi tomirimdan. Ya'ni glukoza, glikirованный gemoglobin deydi. Bu ichki bu sahr diabet paydo bo'lganiga 3 oydan ortiq. Ya'ni meniki уже albatta anchadan beri boshlangan. 14,5 chiqdi. Bu holatda men o'zim yurib borishim ham meni skoriy olib kelish kerak bo'lgan aslida, lekin men o'shanda ham suv ichganman, mahsulotlar ichib yurganim uchun shuni kuchi bilan oyoqda yurganman hali, lekin ko'z keta boshlagan. Больницаga ekstreni yotganimda 10 kun больницada yotib, diabetlarni vaqt o'tib qanaqa holatga tushib qolganini ko'zim bilan ko'rdim. Ko'zim bilan ko'rganimda oq tavba, ko'k tavba, nima qilsam qilaman, men bu holatdan qutulaman. Men bunaqa holatga tushmayman. Bu diabet menga yot bo'ladi deb ahd paymol qilib больницаdan chiqdim. Albatta больницада yaxshi holatda chiqdim. Birinchidan hammani oldiga odamlar ovqat ko'tarib kelsa, menga suv olib kelinglar derdim. Suv ko'p ichardim, ko'rolmayin. Detox plusni o'sha paytda Pentakan yangi chiqqan payt edi. Detox plusni icha boshlagan paytim edi. Yotgan joyimda nimaki webinar bor bo'lsa, hammasini o'sha paytda eshitib yotganman. Chiqqanimdan keyin albatta mana shu bizni Coral Club doirasida Fatlab proyekti ochilgan. Men unga birinchilardan qatnashchi bo'ldim. U yerda eshitgan, u yerda bilgan narsalarim meni hayratga soldi. U yerda birinchi meni juda ham ruhlantirgan narsa shu bo'ldiki, diabet, ikkinchi tipdagi diabet bu tuzatsa bo'ladigan, bu qaytasi bo'ladigan holat. Nimagaki ikkinchi tipda diabetda hali oshqozon osti bezi joni bor, tirik, hali ishlaydi degan joyida men ikkita qanot o'sib chiqqanmanda. Xuddi menga bu qanaqadir hadya bo'lgan. Albatta men dietalarimni, yeb ichishimni to'g'rilab, Coral Detox Plus'ni kanaqini ichaman hozirgacha. Vaznim o'sha paytda 90 kilodan ortiq bo'lgan bo'lsa, shu bugungi kunda 69 kilo. O'sha paytda men 23 kilo vazn tashlaganman. To'g'ri yeb, to'g'ri jismoniy harakat qilib, to'g'ri mahsulot ichib, shu narsalar o'zida hech qanaqangi tabletka, aptekadan tabletka, sahrga qarshi tabletka shu bugungi kungacha ichmayman. Faqatgina mahsulot. Men mahsulotimizni shinavandasiman. Shu kungacha o'zim shunaqa olib yuribmanmi? Bunga birinchi sababchi albatta meni tushunchalarim, meni xohishim. Hech kim menga shuni agar vaqti-vaqtida qilmasam, shuni qilasan deb majburlay olmaydi, albatta. Albatta menda savol ham tug'ilmaydi. Bu mahsulotlar qancha vaqtgacha ichishim kerak? Bu hayot tarzimi shu holatda qachongacha bo'lishi kerak degan savol menda bo'lmaydi. Chunki agarda hozir men suvni yetarli qilib ichmasam, men detox plus ichida lecitin, assimilyator, undan tashqari qancha narsa ichaman, men albatta protivit ichaman, kollagen ichaman, men ichaman bosh miyam xotirasini saqlash uchun mindset ichaman, safrino ichaman, sirkofit ichaman. Men o'zim bilib har oy o'zimga kerak narsalarni doimiy ravishda ichaman. 6 oydan beri kanda qilmasdan detox plusga qo'shib protivitni ichyapman hozir. Kollagendan tashqari. Protivitni shunaqa zo'r narsa ekan, men buni hozirgi paytda o'zimga ochdim. 10 bitta
nezaменимый aminokislota bor buni ichida. Aminokislota ya'ni oqsil. Biz oqsildan iborat jonzotlarmiz. Соединительный ткань birlashtiruvchi to'qima. Har bitta hujayramiz ham to'qimadan iborat. Demak, bizni organizmimizda yoshimiz katta bo'lgan sari yeb ichganimizdan oqsil sintez qilishimiz pasayib ketadi. Bizni toksin ishlab chiqarishimiz ko'payib ketadi. O'shaning uchun detox plus doimiy ravishda bizga o'zimizni yaxshi olib yurishga sababchi bo'ladi. Protivitini ichishni boshlaganim bu yil mani yil boshida musibat oilamizga tushdi. Onajonimni berib qo'ydik. Men uchun bu juda ham og'ir holat bo'ldi. O'zim shuncha yoshda bo'lsam ham onam 100 yoshlarida vafot etdilar, lekin hech qachon onani yo'qotishga tayyor bo'lmas ekansiz. Aqlim bilan hamma narsani tushunaman, hech kim ustun bo'lmaydi, lekin ichimdan juda ham yomon holatga tushib qoldim. Shu darajaga tushdimki, bu yil hatto mana baklashkani qopqog'ini ocha olmayman. 10,000 qadam yurish tugul 1000 qadam yursam, o'sha holim yo'q, charchab qoladigan bo'ldim. Shu paytda albatta yana hamma narsani bu detox pluslar ichib yurgan holimda. Shu paytda men ratsionimga mana buni qo'shdim. Mana buni kuniga 6 oydan beri 7 ta tabletka ichaman kuniga. Ya'ni 10 kilogramm vaznga bitta tabletka norma ekan. Shundan sezdim juda yana kuch-quvvatga to'lganimni. Mana Samarqandga borganda meni ko'rdinglar, qanaqa holatda bo'ldim. Demak, sahrli diabet umuman har qanday kasallik nimadan boshlanadi? Bizni salomatlik konsepsiyamizga rioya qilib yashagan odam. Salomatlik konsepsiya bu bizni tug'ilishimizdan umrimizni oxirigacha rioya qilib yashaydigan qonun. Chunki bizni ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz boshqacha muhitda yashagan. U paytda ekologiya boshqacha bo'lgan. U paytda ariqdan oqqan suvlarning xususiyati umuman boshqacha bo'lgan. Hozirgi kunda biz unaqa iste'mol qilgan narsalarimizdan organizmimizga kerak mineral, vitamin, kerak oqsillarni yetkaza olmaymiz yegan ovqatimizdan. O'shaning uchun albatta biz organizmimizni doimiy ravishda to'ldirib turishimiz kerak. Shu qo'shimcha biologik qo'shimcha vositalar bilan. Endi qo'shimchalar, batlar juda ham ko'p. Juda ham ko'p, lekin to'g'ri kelganini olib iste'mol qilaverganingiz bilan u ta'sir qilishi qiyin. Uni sifati, uni ishlab chiqarayotgan joyi, uni sizga ta'sir qilishi juda ham katta ahamiyatga ega. Производитель qanchalik odamlarni o'ylab qilyapti yoki faqat biznes uchun shu nomi bilan chiqaryapti. Bu albatta Karal Klubni tanlaganim ham, Karal Klubga tish tirnog'im bilan yopishib qolganim ham sababi shundaki, bu yerda sifatsiz narsani o'zi yo'q. Eng arzon narsani oling. Eng arzon narsani iste'mol qilganingizda siz shunaqangi natija sezasiz albatta. Hamma narsani vaqti-vaqtida qilish kerak. Bizning organizmimizda bekor gapirilmagan endotoksikoz degan narsa bor. Ya'ni 7 pog'ona organizmimizning kirlanishi. Biz biomashinamiz. Og'zimizdan kirgan narsa bejiz kirmaydi. U bizni faqat xursand qilish uchun emas. Og'zimizdan kirgan narsa bizni yashashimiz uchun o'sha og'zimizdan kirgan oziqadan aminokislota, vitamin, mineral, to'yinmagan yog' kislotalar, fermentlar, shu narsalarni organizm olish kerak. Bu narsalarni olish uchun oshqozonimiz to'g'ri ishlash kerak. Oshqozonda kislotность past yoki baland bo'lish kerak emas. 12 barmoq ichagimizda ham xuddi shu holat bo'lishi kerak. Bizni o't pufagimizda o't suyuq bo'lib turishi kerak. 97% o't suvdan iborat. Suv ichmasak qayerdan suyuq bo'ladi? Oddiy suv ichganimiz
keraklicha ta'sir qilmaydi. Oshqozon 12 barmoq ichigimizda albatta oshqozon osti bezidan ferment tomchilab turishi kerak, keraklicha. Oshqozon osti suyuqligi bu baravar ingichka ichagimizda shilliq qavati butun bo'lishi kerak. U yerda yallig'lanish jarayoni, u yerda parazitlar, 12 barmoq ichak o't yo'llarida lambllar bor bo'lsa, albatta buzilish ketadi. Ingichka ichakda yallig'lanish, shilliq qavati yo'q bo'lsa, u yerga yetib kelgan ovqatlar turganicha turadi. Biz bilamiz, bizni ichagimizni bir ishlab ketadi, g'uldiraydi, sharillaydi. Bu degani yeganlaringiz irib, chirib turibdi. U yerda parchalanish ketmaydi. Bu ustiga ichagimizda yallig'lanish bor bo'lsa, ichagimizda shilliq qavati yirtilgan bo'lsa, shilliq qavati yuqorib ketgan bo'lsa, ichagimizdan toksinlar, yaxshi parchalanmagan har xil oqsillar qonga o'tib ketadi. Mana bundan bizda har xil allergiyalar, mana bundan umuman hamma kasalliklar shundan boshlanadi. Shuning uchun yo'g'on ichak o'zini ishini bajaradi. Kirgan narsamiz, biomashinamiz kerakli narsalarni olib, chiqindilarni chiqarib tashlash kerak. Bu albatta birinchi o'rinda ichak yo'li. Bu albatta pochkalar orqali bular yaxshi ishlamaganda bizda boshlanadi har xil astmalar, har xil yo'tallar, teri kasalliklar boshlanadi. Shu bilan baravar diabet. Bizni ichimizni kirlanishi 5-pog'onasiga borganda bizda diagnozlar boshlaydi. Bu sahrli diabet, artroz, artrit, gipertoniya degan narsalar. Bu holatda ham hali qaytish osonroq, chunki bizni har bir hujayramiz yashab qolishga, tirik qolishga Xudoyim shunaqa programma qilib yaratgan. Bizni har bir joyimiz yashash uchun intiladi. Unga yordam berish kerak shu vaqtda. Qachonki biz 6-pog'onasiga kirlansak, u yerda уже onkologiya boshlanadi. Siz bilan bizni vazifamiz o'zimiz shuni qilgan holda yonimizdagi yaqinlarimizga shu narsani yetkazishimiz kerakki, 5-stadiyasiga ham yetkazmasdan, 1-pog'onasida bu albatta hamma yeganingiz vaqtida chiqadi, organizm yaxshi ishlaydi. 2-pog'onadan boshlab asta toksinlar to'planaveradi. Bu to'plangan toksinlarni o'sha paytdan boshlash kerak. Homila onasini qornidan to'g'ri ovqatlanib, to'g'ri yashashni o'rganish kerak. Homilador ayol to'g'ri ovqatlanib, to'g'ri yashashni o'rganish kerak. Bu nasldan naslga bu narsa meros bo'lib qolsagina odamzod o'zini yomon holatlardan saqlab qoladi. Siz bilan bizni vazifamiz aslida bu yerda juda ham buyuk. Buyukligi shundaki, biz aynan mana shu g'oyani avlodimizga singdirib, atrofimizdagilarga singdirib, bizni o'zimizni qo'limizda sog'lig'imizni tiklash. Albatta biz 5-6 diagnozlar turgan pog'onaga borganimizda kirlanishimiz. Bu yerda qancha ichaman, qachon ichaman, qachon tugaydi degan savol umuman o'rinsiz bo'ladi. Chunki bu yerda siz necha yillab shu kasallikni oshirgan bo'lsangiz, o'shancha yil balki sizga kerakdir. Hujayra 3 yil, 5 yilda organizmda bitta eski hujayra qolmaydi. 3 yil, 5 yil davomida siz muntazam ravishda organizmingizni toksinlardan tozalab, parazitlardan tozalab, hujayraviy oziqa berib, bunga albatta ruhiy tarbiya ham kerak. Siz o'zingizni yaxshi narsalar o'ylashga, pozitiv yurishga o'rgatishingiz kerak. Bunga umuman kompleks holatda yondashgan holda 3 yil, 5 yil ichida ichimizda bitta ham eski organ qolmasa ekan, faraz qiling. 3 yil o'tdi, 5 yil o'tdi. Siz ichingizda yangi yurak, yangi buyrak, yangi jigar, yangi to'laqon hujayralardan yaratilgan. Demak, mana shuncha vaqt kerak regeneratsiya uchun. Lekin siz
organizmni profilaktika qilib tursangiz, bu yomon holatgacha yetib bormaysiz. Mana shu gapirmoqchi bo'lgan asosiy narsalarim. Men ruscha o'qiganligim uchun ozgina o'zbekcha no'noqra gapiraman. Tushunmagan narsalar bo'lsa, bemalol so'ranglar, javob beraman. Assalomu alaykum, Zulfiya opa, yaxshimisiz? Va alaykum Juda assalom. xursand bo'lib Rahmat. ketdim. Bugun sizni chiqishingizni eshitib, juda kutib yurgandik. Rahmat tashkilotchilarga. Zulfiya opajon, mana oramizda iste'molchilarimiz bor, yangi qo'shilganlar bor. Men umuman ularni o'rgatolmayapman. Fast foodlardan voz kechishga, shunday xonadonlarda hamma fast foodga, noto'g'ri ovqatlanishga berilib ketgan. Mana shuni tushuntira olmayapman. Shunchalik sog'lig'imizdagi muammolarni hammasi nosog'lom turmush tarzidan ekanligini siz o'zingiz biron nima deb qiling hozir o'zingiz. Mana siz o'shani asoratidan, shu kasallikdan to'g'ri ovqatlanib qutulganingizni aytib bering, iltimos. Men hozir shu paytgacha gapirgan narsalarim aslida shu haqda bo'ldi. Albatta, nima yeb ichganimiz juda katta ahamiyatga ega. Biz yegan narsamiz bizga yashash uchun kerakli vitamin, minerallar yetkazib berish kerak. Agarda biz yegan fast food judayam fast foodda umuman foyda yo'q. Fast food yeganingizda organizmingiz tezroq toksinga to'ladi. Oshqozon osti bezini ishdan chiqaradi fast foodlar. Fast food tez energiya beradida, tez so'nadi siz ichingizda. Tez so'ngandan keyin uni yana yegiz kelaveradi. Hech qanaqa organizmingizga foyda keltiradigan narsasini o'zi yo'q fast food. Fast foodlar qayerdan kelib chiqdi? Amerikadan kelib chiqdi. Qarangki, eng semiz millat bu Amerika. Shu yana nima deyishim mumkin? Albatta tushunmagan odamlar salomatlik konsepsiyasini qayta eshitish kerak. Agarda odamzod o'zi holatini yaxshilab tushunib, shundan chiqib ketishini xohlamasa, birov ta'sir qilish qiyin. Ong nimaga bergan odamga? Bu dunyoga nimaga keldik biz o'zi? Vazifamiz nima? Kelib dunyo bo'sh bo'lmasin uchun dunyoga kelmagan hech kim. Xudoyim har bandani yaratgan o'zini bir vazifasi bilan. O'sha odam keldimi, avvalambor o'zidan sog'lom avlod, bola chaqa qoldirish kerak. Sog'lom avlodga biz sog'lom odatlar o'rgatishimiz kerak. O'shandagina hayot yaxshilanib borishi mumkin. Har tomonlama. Shuni ichida albatta sog'lom, to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri Xudoyim bergan omonat, bizni tanamiz Xudoyim bergan omonat. Mana shu omonatni saqlab, asrab, chiroyli olib yurish avvalambor Xudoni oldida har bir insonning burchi. Bu omonatni xohlaganidek suiiste'mol qilish bu gunoh juda ham katta. Javob bera oldim Hilolaxon? Rahmat Zulfiya opa, rahmat. Assalomu alaykum, xayrli kech. Uyimda mehmonlar uchun Shahloga Parvadan iltimos qilgan edim, sizlar borib turing deb. Bugun qizimda tug'ilgan kuni, mehmonlarimiz bor. Zulfiya opa, menda hozir oxirgi vaqtlarda rahmat opajon, rahmat. Katta rahmat sizga ham. Mana shu yo'q demasdan yakshanba kuni bugun выходной, именно o'zimizga bag'ishlashimiz kerak bo'lgan kunda Zulfiya opamiz boshqa kunlarga vaqtlari yo'q uchun bugunda olganmiz. Meni savolim shunaqa, hozir yaqinda bir 5 tacha sahrni diabet olganmiz. Endi bizlar aytamiz doim kasallar bilan olmanglar, kasallar bilan ishlamanglar deymiz, lekin kimnidir akasi, ukasi, qarindoshi, onasi ilojimiz yo'q. Meni savolim shundan iborat. Mana hozir bitta ukamizni birinchi tip sahrli diabet, juda katta kolичество mahsulotlarni ichdi. Juda og'ir situatsiyada, kreatininlari juda ham baland edi. Kreatininlar tushib, umumiy samachувствие konkretniy bo'lib, nima bo'ldi? Lekin ozgina
yana buzilish qilgan mahsulotlarda mana shu ko'pchiligida shunaqa bo'lyapti-da. Bular siz boya aytib o'tdingiz, yana bir marta yana hammaga tushunarliroq bo'lish uchun yana bir marta aytmoqchiman. Zulfiya opa rus tilida o'qigan, shuning uchun ozgina tushunmay qolganlar bo'lishi mumkin. Qarang, Zulfiya opa aytdi, men постоянный osnovada men doimiy detoks plusim bor degan so'zni eshitdinglar, sahr diabetlar bu yerda o'tirganlar. Hech qachon bironta oyda hech qachon birinchi tipmi, ikkinchi tipmi farqi yo'q. Har oyda даже sog'lom odamda ham detoks plus bo'lishi shart. Bunga asosan osnovasiga yana Zulfiya opa belok. Eng sahr diabetlarda eng yomon narsa o'sha oqsil yetishmasligidan muskullar atrofirованный bo'lib ariqlab ketaveradi, мышечный massa yo'qoladi. Zulfiya opa мышечный massani o'ylab kreatinin ko'tarilganda oqsilni ovqatdan kamaytirishadi. Eng katta xatolik, kecha endokrinolog bilan ham gaplashganda shu narsani aytishdi. Shu protivit mana Zulfiya opam ko'rsatdi, spirulin, mana bu mahsulotlarni Zulfiya opam uzmaydi, kollagenlar ichadilar. Zulfiya opa, menga sizga savolim shunaqaki, mana birinchi tipda endi bular umuman insulinni uzishmaydi, lekin o'sha insulin bilan ham 100 yil yashash mumkin. Faqat mana shu sizga savolim, turmush tarzini yana aytib o'tdingiz. Yana bir marta mana sahringiz normalniy tushdi. Siz ham narusheniya qilsangiz, ovqatni noto'g'ri yesangiz, qanaqa ahvolga tushib qolasiz? Men hozir juda zo'r narsalarni aytdim. Zulfiya opa e'tibor qildilaringmi? Sahrni diabetda, не только sog'lom odamda, sahrni diabetda двойной. Ichaklaringizda lamli bo'lmasligi kerak, ichangiz toza bo'lishi kerak, jigaringiz yaxshi ishlashi kerak. Yaxshi ishlash uchun sifatli bizlarda o'sha kapsula tabletka holatidagi sifatli ovqatlarni yeyishlaring kerak degan so'zlarni aytdi. Yana bir marta men aytmoqchiman hozir Zulfiya opamga. Mana shuni yana bir marta ta'kidlab o'tib ketding. Mana birinchi tipda ularda insulin uzmaydi, lekin ularda xafa bo'lyaptiki, men endi umrimda oxirigacha bu mahsulotni ichamanmi? Endi bu bo'lmaydimi? Bu mahsulotlarni butunlay men tuzalib ketib qolmaymanmi degan savolga mana siz mana shu vaqtgacha men juda ko'p kuzataman. Ovqatlaringiz, fizkultura, даже Toshkentga borganimizda Zulfiya opa spitsali diet kafelarga bizda olib borgan. Shu masalada podrobni ayting, bu yerda shu eshitishga kirganlar bor. Bir 5-6 ta o'zimda odamlarim kirgan. Marhamat opajon. Albatta birinchidan sahrni diabet birinchi tipda sразу insulinga o'tiradi. Sahrni diabet birinchi tipda oshqozon osti bezi o'zi ish faoliyati yo'q bo'ladi. Ikkinchi tipdan farqi shunda. Ikkinchi tipdagi oshqozon osti bezi insulin ishlab chiqaradi. Odatdan ko'p ishlab chiqarganning hisobiga organizm mana shu insulinga sezgirligi yo'qolganligi uchun mana shu shakar borib zaxiralarni to'ldiradi. Jigar to'lib bo'lgandan keyin odam shu yog' qatlamida to'lib ketadi. Yog' qatlami ham uni qabul qila olmagandan keyin qonda ko'payishni boshlaydi. Sahr qonda ko'payishni boshlagandan keyin quyuq qon, shira qonda albatta har qanaqa infeksiya, bakteriya, hamma narsani rivojlanish uchun bu juda ham zo'r muhit. Endi shu vaqtda ba'zi sahrni diabetlar suv ichmayman, suv ichkim kelmaydi deb maqtanadi. Bu juda ham yomon. Bu siz o'zingizni suvsizligingizni sezmayotganingiz, suvsizlanishingizni. Qiyommi, shirin narsani faqat suv bilan siz uni kamaytirishingiz mumkin. O'shaning uchun diabetlar bizni ko'rilmayimizni boshqalarga nisbatan ko'proq qilib ichib yurishlari kerak. Konsentrированный qilib ichib yurishlari kerak. Bu bir. Endi ikkinchi, oqsil deganda hatto kreatinin ko'payib ketganda ham birinchi tipdagi diabetlar bu neizlechimый albatta doimiy ravishda doktorlar bilan baravar billa batlarni ham iste'mol qilish kerak. Mana bu oqsil farqi nimada? Spirulina ham oqsil, o'simlikdan olingan oqsil. Lekin biz sut emizuvchilar tarkibiga kiramiz. Sut emizuvchilar hayvonotdan olingan oqsil bilan oziqlanish shart. Faqat o'simlik oqsili uni o'rnini bosmaydi. O'shaning uchun mana bu halol
животного происхождения, hayvonotdan olingan oqsil tayyor. Endi biz agar go'sht mahsulotini iste'mol qilishimiz kerak organizmimizga oqsil yetkazish uchun. Lekin go'sht mahsuloti eng qiyin hazm bo'ladigan narsa. Go'sht mahsulotida eng ko'p chiqindi chiqadi. Azotistый соединение deydi. Ana o'shanaqangi chiqindilardan xolis bo'ladi. Men bu iste'mol qilganda tayyor parchalangan holatda to'g'ridan to'g'ri borib organizmga, hujayralarga kuch-quvvat, oqsil yetkazib beradi. O'shaning uchun ham spirulina, mana ham spirulina, ham xlorel. Men juda ko'p narsa iste'mol qilaman. Agar men ham iste'mol qilgan narsamni gapirsam, odamlar voy deydi. Menga agar savol bersangiz, bir umr shuni qilasizmi? Mana hozirgi holatimda 100 yoshgacha yurishga menga shu narsa imkoniyat bersa, men shu narsani har doim iste'mol qilaman. Chunki 100 yoshimda ham mana shunaqangi energiyaga to'la, ravshan fikrlash xususiyat bo'lsa kerak, sposobnostlarimni yo'qotmasdan yashasam, atrofimdagilarga foydam tegsa, zararim tegmasa. Albatta, men bu narsani qilish uchun bir umr mehnat qilib, mana shu joyi o'zida mehnat qilib, shu narsalarni o'rganib, o'zimga yordam bersam tashqari, bilgan bilimlarim bilan atrofimdagilar bilan bo'lishib, kerak bo'lsa konsultatsiya qilib, o'rgatib, shuni orqali baraka ilohiy barakasini ham beradi. Men misol uchun mahsulotlarimni hech oilaviy byudjetga zararim yetmasdan mahsulot o'zimdan tashqari butun oilamni ta'minlayman. Mana bu savol bir umr ichish kerakmi deganga. Yo'q, bu narsani bir umr ichmasangiz, siz oxirgi kungacha больница, kapelnitsa, dori, shu narsalarni qilib yurishingiz shart. Chunki agar hech narsa qilmasangiz, oxirgi kuningiz juda ham tez kelib qoladi. Qo'pol bo'lsam, javob berdim shekilli. Zulfiya opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ming bora uzr, men просто зрением ozgina pastroq bo'lgani uchun hozir qaysi mahsulotni ko'rsatganingizni tushunmay qoldim. Там была большая баночка с розовой надписью. Правильно? Противите. Bu противите. Bo'ldi, rahmat. Rahmat kattakon. Arzimaydi. Assalomu alaykum Zulfiya. Aha, savol bering. Va alaykum assalom. Gapiring. Zulfiya opa, bu aytayotgan dorilaringiz faqat sahrni diabetlar uchunmi yo yo'q, tosh kasalliklari borlar uchun ham foyda beradimi? Bu protivitini har qanday odam bilasizmi? Yosh katta bo'lgan sari biz nima uchun ajinlar ko'p tushib ketadi? Oqsil yo'qligidan, oqsil aynan kortizol ko'payganda shu mishishni massani u kamaytirib tashlaydi. Ham quritib yuboradi. Shuning uchun bizda ajinlar juda ham ko'payib ketadi. Mana bu oqsil oziqa hammaga mumkin bu. Faqat diabetlarga emas, bu hamma uchun. Lekin diabetlarga bu juda ham zo'r narsa, chunki oqsil to'ldiradi oqsilni. Mahsulotlarimiz umuman hamma uchun. Aslida mahsulotlarimiz kasallikni oldini olish uchun, kasal bo'lmasligi uchun bu narsa. Lekin bizni odamzod xom sut emgan, har xil signallar bo'lganda shu narsani eshitsa, o'sha pulini boshqa narsaga ishlatgisi keladi. O'sha pulini yoki to'plab qo'ygisi keladi. Pulini qizg'anib, o'zim o'ylaydi, hech qachon menga boshqa yomon kasalliklar kelmaydi. Lekin boshga keyin tushgandan keyin o'sha 5-bahona kirlanish, intoksikatsiya 5-stadiya, 6-stadiya o'sha holat kelganda uy joyini ham sotib, hamma narsasidan voz kechib, sog'liqni qaytarishga tayyor turadi. Lekin u paytda organizmni tiklanish qobiliyati kamroq bo'lib qoladi. Organizm tiklanish qobiliyati siz uchun tayyor turgan paytda
profilaktika, ya'ni kasallikni oldini olish bilan shug'ullanish kerak. Bizni asosiy vazifamiz odamlarga shu narsani yetkazamiz. Albatta, organizmni qanaqadir holatga kelgan odamlarga ham yordam berishga harakat qilamiz, maslahatlarimiz bilan, bilimlarimiz bilan. Javob bera oldimmi? Zulfiya xonimni rahmat. Yana bitta savol yozib qo'yishibdi chatdagilar. Insulindan chiqib ketsak bo'ladimi degan savol berishyapti. Keyin sahrli diabetda asab tizimida o'zgarishlar ketadi. Shu tizim asab tizimiga ta'sir qilganda nima mahsulotlarni ichsak bo'ladi degan savollarni yozib qoldiribdi. Shu savollarga javob bersangiz. Juda ham yaxshi savol. Birinchi tipdagi diabetda insulindan chiqib keta olmaysiz. Ikkinchi tipdagi diabet srazu insulinga o'tirmaydi. Avval tabletkalar beriladi. Lekin ikkinchi tipdagi diabet ham hayot tarzini, yeb ichishni o'zgartirmasa, bora keyinchalik uni ham insulin taklif qilishadi, insulin berishi. Lekin ba'zi bir insonlar borki, srazu meni insulin bering, menga insulin qiling, xohlaganimni yeyman deb o'ylaydi. Insulin olsa xohlagan yeyish, bu juda ham noto'g'ri narsa. Chunki organizmga bu narsani o'zi kerak emas. Ikkinchi tipdagi diabetda mana menga o'xshab tabletkalardan ham chiqib ketish mumkin. Xuddi shunday vaqt kerak. Qachondan beri siz insulindasiz. Insulinni miqdorini kamaytirish mumkin. Asta sekin. Mana tajribamda shunaqa bo'lganki, bir inson 18 sahri bilan necha yildan beri diabet, juda yomon holatga tushib qolgan. 2 xil insulin, kuniga 7 mahal ovqatlanadigan, kechasi ham 3 mahal ovqatlanadigan odam. Mana shu qizlar menga murojaat qilishgan paytda ular Toshkentda turishmaydi. Yo'q. Chunki buni qilish kerak. Men o'zimga javobgarlik ololmayman. Qilamiz hamma narsa. Haqiqatdan qizlar turib berishdi, hamma narsani qilishdi. Bu odam juda hamma narsani vaqtida qilganligi uchun mumkin bo'lmagan narsani og'ziga olmadi. Kerak mahsulotlar ichganda 1 oyda sahr normaga tushdi. 1 oyda sahr normaga tushganda 2 mahal ovqatlanishga o'tmoqchi bo'ldi. Men unga ruxsat bermadim. Chunki uzoq yillar baland sahr bilan yurgan odam 5,5 sahr ham u uchun kamayib ketgan bo'ladi. Bu koma holatga tushirish mumkin. Endokrinologingiz oldiga borib, endokrinologingiz bilan maslahatlashing deganimda, u endokrinologga borib, endokrinolog oldida 2-3 marta qayta tekshirganda hamma narsa norma chiqqan. O'sha paytda endokrinolog bu odamni insulindan o'zi chiqargan. Faqatgina har kuni, har 10 kunda oldimga kelib ketasiz. Tabletkada qoldirgan. Ya'ni har bir organizm har xil. Siz mana shu kasalligingiz bor bo'lsa, buni yaxshilab nimaligini o'rganib, eng birinchi javob beradigan o'zingiz his qilayotganingiz. Asta sekin, sekinlik bilan 3 yil, 5 yil ichida regeneratsiya, ya'ni qayta tiklanish ketishi mumkin. Shu vaqt ichida kanda qilmasdan kerak narsalarni iste'mol qilib, to'g'ri ovqatlanib, to'g'ri harakat qilib yurish kerak. Shu vaqt ichida asabga kelsak, bizda juda ham zo'r mahsulot bor, antistressiviy kompleks. Bu albatta magniy, bu safrina, bu grifoniya. Grifoniyani asabi joyida odam har kuni 2 kapsula ichib yursa, grifoniya, bu triptofan, bu serotonin ishlab chiqarishga yordam beradi. Bu melatonin ishlab chiqarishga yordam beradi. Uyquni yaxshilaydi. To'ppa-to'g'ri grifoniya. Keyin evening formula buni ichiga kiradi albatta. Mana shu narsalarni ichib yurish juda ham maqsadga muvofiq. Detox plusga qo'shib ichaman. Men shaxsan o'zim shu narsalar hammasini iste'mol qilaman. Grifoniya menda kanda bo'lmaydi.
Detox plusdan tashqari man albatta zafiran ichaman, man artishok ichaman, man burdok rut. Bu mani kundalik iste'mol qiladigan narsalarim. Javob berdimi? Rahmat. Ha. Yana ba'zi insonlarimiz, menda ham потребительlarim bor sahrli diabet bilan. Mana bilamizki, qandli diabetda qon miqdori oshib ketsa, butun 12 organ sistemada поражение ketadi, o'zgarish ketadi. Bizni mana hozir mendagi потребителim, o'zim xo'jayinimda ham sahrli diabet, lekin Xudoga shukr, mana shuncha yildan beri, 5 yildan beri men bilan birgalikda tozalov programmasi, siz aytganday detox plus programmamiz обязательно у нас на столе, stolimiz ustida. O'sha siz rekomendatsiya qilayotgan o'sha lecitin assimilyator, eng zo'r mощный assimilyator, bu ferment mahsulot oshqozon osti bezimiz uchun eng dangasa oshqozon osti bezini ish faoliyatini to'g'irlab, yaxshilab beradigan mahsulot. Mana shu потребителimizda hozir bilasizmi, mikroinsult bergan, ptoz bergan, bilasiz, mana ko'pincha yoki infarkt beradi, sahrli diabetda yoki insult beradi, kimdadir jigar sirrozi paydo bo'ladi, kimdadir buyragida amiloidoz, pochek, buyrak yetishmovchiligi, bu ko'pincha bemorlarimizda sahrli diabetda bu eng yomon asoratlar hisoblanadi, bilamiz. Bu asoratlar gemodializga olib kelishi mumkin. Mana boyagi Zulfiya Tangirning aytganlaridek, o'sha kreatinin, mochevinani yuqori ko'tarilib ketishi, bemorlarimizni yomon holatga tushishi bu. O'shanday bemorlarga yana qanday maslahatingiz borki, shtob tavsiyalaringiz bor? Shuni konkretni aytib bersangiz, ular yozib olibdi. Endi qarang, nima maslahat berishim mumkin? Avvalambor kreatinini oshib ketadigan darajada, mikroinsultlar oladigan darajaga boribdimi, bu odam hamma narsani to'g'ri qilmaydi. Yeb ichishidan narusheniya qiladi, asabi buziladi, vaqtida yotib uxlamaydi, hamma narsani to'g'ri qilmaydi, yetarli suv ichmaydi. Men shaxsan assimilyatorni 2 tadan iste'mol qilaman ovqatdan keyin. Undan tashqari papaya ham 4 tadan papaya chaynab olaman. Men shunga sezaman потребность. Chunki misol uchun men ba'zi kunlari go'sht yegim kelib qoladi. Boraman yaxshi shashlik qiladigan joyda to'yib go'sht yeyman. Bu paytda albatta men papaya chaynab olaman, assimilyator ham ichib olaman, yaxshi yuraman. Odam assimilyator nima, mahsulotlarimizni yaxshilab o'rgangan odam o'ziga o'zi doktor bo'lib yuradi. O'shaning uchun faqat shu, albatta bunaqa og'ir holatda batlar nima? Batlar asta sekin qurilish qiladi. Siz diabet bo'ldingiz, insult bo'ldingiz, bu pojar. Bu pojarni meditsinasiz so'ndira olmaysiz. Meditsina buni epaqaga keltirgandan keyin yana shu qaytovlanmasligi uchun, yana olov chiqib ketmasligi uchun asta sekin tiklaymiz bu batlar. Bat hozir berdingiz 5 minutda ta'sir qiladigan narsa emas. Bu doimiy ravishda mana shu organizmga yetishmagan narsalarni yetkazib beradigan narsa. Shuning uchun davolaymiz degan so'z bizda yo'q. Bizda organizmga yordam beramiz. Regeneratsiya, tiklanish uchun. Aslida preventivniy mera deydi. Oldini olish merani o'zbek tilida nima deydi? Oldini olish, profilaktika qilish. Oldini olishni qo'llash. Hamma narsani oldini olish, qo'llash. Biz asosiy vazifamiz shu narsalarni odamlarga yetkazish. Bugun oldini olmasa, ertaga boyagi holatlar bo'lishi mumkin. Faqat shuni aytishim mumkin. Bu yerda уже gemodializga turgan odamga suv ichishga umuman ruxsat berishmaydi. Sahrli diabet ikkinchi tipi ham birinchi o'rinda pochkaga asorat beradi. O'shaning uchun qonni suyultirib yurish, bular qonini tekshirib yurish kerak. Agarda vrachi bilan bog'langan bo'lish kerak baribir. Faqatgina
holatiga qarab albatta. Holatiga qarab. To'g'ri. Rahmat kattakon. Keyin bir ikkita bemorlarimiz bor, savollar berishuvdi bizaga. Semizlik qandli diabetga olib keladi degan gap so'z to'g'ri. Mana hozir ko'ryapmiz, mana hozir Hilola xon savol berdilar. O'sha fast foodlarni iste'mol qilish, o'sha noto'g'ri ovqatlanishimiz evaziga ko'pchilikda semizlik paydo bo'lyapti. Bu sklonность к сахарному diabetu, qandli diabetga olib kelyapti. Insulin rezistentность, modda almashinuvi buzilgan. Buziladi. Правильно. Mana shunday bemorlarimiz o'zi detoks shu 90 kunlik programmani ichgandan keyin ularga to'yintirish programmasida biz ozishini o'sha ozayin deb ko'pchilik bemorlarimiz savol beradi. Qanday qilib ozsak bo'ladi? Masalan, o'sha kalavadani ichsak bo'ladimi? Ko'pchilik saharni diabet bilan bemorlarimiz kalavada ichishdan qo'rqadi. Chunki ochlikka chidolmayman, nonsiz turolmayman, go'shtsiz turolmayman, yog'siz turolmayman degan savollar. Bunday savolga qanday javob berasiz? Birinchidan, kalavada bu ozdiradigan programma emas. Kalavada 90 kunlik programmani 3-etapida 14 kunlik. Kalavadani 4 kun ochligi bilan qilishi men ham diabetlarga tavsiya qilmayman. Kalavada lightimiz bor. Ozdiradigan programma emas, lekin detox plusni to'g'ri qilganimizda, yeb ichganimizdan uglevodlar olib tashlaganimizda, non yemasdan qornimizni to'q tutadigan to'g'ri tarelka sformirovать qilib to'g'ri ovqatlanganimizda, jismoniy harakatimizni joyiga qo'yganimizda asta sekin vazn ketadi. Shu holatda vazn ketganda bir joyingiz osilib qolmaydi. To'g'ri vazn tashlaganingizda. Bu bir oyda siz 5 kilo, 6 kilo tashlamasligingiz mumkin. Lekin 4 kilo tashlashingiz mumkin, 3 kilo tashlashingiz mumkin. Keyingi oy yana. Ya'ni bu holatda tashlagan vazningizni siz o'zingiz shu vaqt ichida hayot tarzingizni, ovqatlanish tartibingizni, jismoniy harakat albatta kiritilgan rejimingizga shu holatda siz tashlagan vazningiz kelmaydigan bo'ladi. Chunki bu holatda siz organizmingizda modda almashinuvi asta sekin joyiga kelayotgan bo'ladi. Insulin rezistentность pasayadi bu holatda. Endi individual ravishda o'sha qaysi odam shu narsani hal qilish kerak, uni detox plusdan tashqari yana nimalar tavsiya qilishligini o'zi bilan gaplashganda yana bu kerak, yana bu kerak, mana bu uchun, bu uchun qancha vaqt kerak? Qancha siz qancha to'laqon programma qilib qancha vaqt kerak? Qancha vaqt siz bu kasallikka keldingiz? Bir umr ichish kerak bo'lsa bir umr. Albatta katta programmani bir umr qilmasa ham 1 yil katta programma iste'mol qilgan odam to'g'ri qilgan. Bu odam umuman boshqacha bo'lib ketadi. Bu odam 3 oyda o'zgaradi, 6 oyda o'zgaradi. Men 1 yil 7 oy og'zimga bitta ham mumkin bo'lmagan narsa olmadim. Detox plus 10,000 qadam, 10,000 qadam, 15,000 ham bo'lib ketardi. 4 litr, 4,5 litr suv ichganman. Jismoniy harakat qilganman. O'sha 23 kilo tashab, mana hozirgacha yana vaznim qaytgani yo'q. Rahmat. 6 yil bo'ldi. Chat qatnashchilari savollaringiz bo'lsa bemalol Zulfiya Ataxonovna sizlar savollaringizga javob beradilar. Ozgina vaqtimiz qoldi. Savollaringiz bo'lsa marhamat. Ko'pchilik so'raydi, saharni diabetda karnitin mahsulotini qanday iste'mol qilishdi va qanday foydasi borligini shu haqida aytib bersangiz, iste'molchilarimiz aytsa. Men bu karnitinni juda ko'p iste'mol qilganman. Karnitin bilan taurin. Ikkitadan 2 mahal karnitin, bittadan taurin. 1 yil iste'mol qilgandirman buni. Mani sasutlarimni tekshirganda mana omega. Omegani ikkitadan 2 mahal
uni ham bilmayman necha yil iste'mol qildim to'xtatmasdan. Sasuvlarim top-toza chiqdi mana. Hech qanaqa xolesterin yo'q. Karnitin juda ham tavsiya qilinadigan narsa. Bu sasuvlarni tozalaydi ichidan. Xolesterinni kamaytiradi. Taurin bilan baravar juda ham yaxshi ish qiladi. Yurakka dalda bo'ladi. Rahmat. Infarkt, insultni oldini olamiz. Ayma yo'ldosh, pochkni ham oldini olgan bo'lamiz, to'g'rimi? Juda ham yaxshi. Rahmat kattakon javobingiz uchun. Savollaringiz bo'lsa marhamat. Chatimiz qatnashchilari. Yana shu yerda bitta narsani nima qilib ketay, qo'shib ketay. Bilasizmi, hozir Zulfiya opa aytganday 1 yil 7 oy men mana bu umuman dietani buzmadim. Insulindan chiqish uchun ko'ryapsizmi? 1 yil 7 oyga men insulinda bo'lmaganman. Ha? Insulin olmaganman men. Ha, insulin tim bo'li olmagan. Insulin oladiganlar hali 2 oy, 3 oy ichib nima qilib o'ylashadi. Keyin hozir masalan bu kishi aytayapti, ba'zi mahsulotlarda aytayapti, masalan taurinni, masalan karnitinni, shuncha ichdim, to'g'ri, karnitinni 3 oy ichgandan keyin ozgina 1 oy nima qilish kerak. Pererif dedi, lekin men Olga Butakovadan yaqinda nimasiga qatnashganimda meni har kunlik normal 2 ta karnitin har kun ichaman dedi. Har kun 2 ta, chunki harakatim ko'p. Mishishni massamni saqlashim kerak, ortiqcha narsani tezroq tozalashim kerak dedi. Keyin mana bu o'tirgan saxirniklarda, boshqalarda shunaqa assotsiatsiya qolmasin. Mana Zulfiya opa aytdilar, 1 yil 7 oy, 1 yil 7 oydan keyin mana buni ichmadi. 6 oy ichibdi, 6 oydan keyin amigani ichmay qo'ygan ekan, taurinni yo'q. Periodiski kerakli vaqtda o'sha shunga nima sezsalar yana ichadilar, ichiladi. To'g'rimi Zulfiya opa? Albatta individualniy podxod. Men hozir o'zimni qanaqa qilganimni gapirib o'tdim. Men shunaqa his qilganman, men shunga kerakligini his qilganman, shuni qilganman. Savollaringiz bo'lsa, bemalol yana 3 minutimiz bor. Agar savollar bo'lmasa, Zulfiya xonimga kattakon rahmat. Bugungi kechki Zoom chiqishlaringiz uchun kattakon rahmat. Doimo sog'lik tilaymiz sizga. Sog' salomat bo'ling. Insonlarga mana shunday yaxshi ishlarni, savob ishlarni, mana shu kasallikni oldini olish uchun qilayotgan ishlaringiz uchun Alloh rozi bo'lsin. Doimo sog' salomat bo'ling. Farzandlaringiz baxt kamolini ko'rishni istayman. Sog' bo'ling. Kattakon rahmat. Hamma qatnashganlarga ham kattakon rahmat. Birgalikda bo'lsin. Rahmat. Agar mana shu meni chiqishim kimlargadir qanaqadir dalda bo'lsa, men bundan juda ham xursandman. Hammaga rahmat. Kattakon rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Mustahkam sog'lik. 100lardan oshib dunyo kesib yuravering opajon. Kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Sizday yoshlarimiz ko'paysin. Rahmat. Amin. Amin. Xayr, rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Sizni yaxshi ko'ramiz. Sog' salomat bo'ling. Kattakon rahmat. Kattakon rahmat. Bergan ma'lumot. Salomat bo'ling. Sizlarga ham rahmat. Rahmat. Mayli, ko'rishguncha xayr. Rahmat kattakon judayam zo'r bo'ldi. Hamma otziq yozinglar, kimlar nima olgan, Zulfiya opaga tashlab beramiz. Bu bizning rahmatimiz bo'ladi. Rahmat hammalaringga. Rahmat hammaga. Salomat bo'ling.